18 yoshli Jazman otasi tengi erkak bilan sevishgan qiz. Zo'rlangan qiz vahshiylarcha zo'rlangan qiz hayoti, fahsh botqog'i. O'ynashga ishonib Dubayga sotilgan qizlar, jinoiy kasofati yoxud oyoq qo'li bo'laklangan qizlar. Jinoiy kasofati nomard yigitning tuzog'iga ilinib, 3 yigit bir qizni zo'rladi. Yigit to'ydan oldin qizini zo'rlab qo'ydi. Kelinim o'g'limga xiyonat qildi. Xotinini xiyonat ustida ushlab olgan er endi nima qiladi? Xiyonat. Ayolning xiyonati eriga uradi. Eriga xiyonat qilgan ayol, menga bunaqa quruq erkaklar yoqmaydi. Oilaga xiyonat. Eriga xiyonat qilgan kelin, erining ukasiga o'ynash bo'lgan kelin, jinoiy kasb qilgan kelin, chimildiqdan qo'yilgan kelin, xiyonatkor kelin ovsinni erini totib olgan kelin, o'ynashga ishonib versiz qolgan kelin, qaynota va kelin, devon qaynota o'z kelini zo'rlagan qaynota, shilqim tabib. Nima bo'lyapti? 30 yildan beri yurolmasdim. Yengil xotin, xiyonatkor xotin, zinokorning jazosi ikkinchi xotin, zinokor kelin va usta zino fahsh ustida qo'lga oldim. Zino qimmatga tushdi. Zinokor zino qilib qo'ygan ona. Beva ayol bilan zino qilishni istagan erkak, yosh qizni zo'rlagan o'gay otasimi yo yigitni? To'rafas pochchasi tomonidan zo'rlangan qizning achchiq qismati erini ovsini bilan xiyonatda ushlagan ayol yoxud o'liklar orasida yashagan tirik inson taqdiri. Erini Rossiyaga yuborib qaynakasidan homilador bo'lgan kelin taqdiri. Xorijga ishlayotgan eriga xiyonat qilgan noshukur ayolning qismati, qaynakani qilmishlari. 13 yoshda paymol bo'lgan nomus, toptalgan nomus toptalgan qiz, nomus yo'qolgan qiz, go'zallik egallangan qiz, zo'rlangan talaba qiz, zo'rlangan qiz arvohi, tungi kapali, qora kapali, telba qizga uylandim, o'g'lim kuvonga uylanibdi, qo'shnimni xotinini sevib qoldim, do'stimning ayoli menga yoqadi, xiyonat ayolim fohishami, akamning ayoli bilan zabbal, balkondagi zabbal. Maqsadlangan yettilaringmi rejissyorlar? Mana sizlarni deb Amerikada Fohisha o'zbek qizi degan kino ishlab chiqarildi. Nimaga? Chunki o'zbek kinosi deb qitirtirsa shu kinolar chiqib keladi. Hamma joyda. Sharmanda bo'ldi endi O'zbekiston butun dunyoga. Qanaqadir mukofot olmoqdi. Amerikalik rejissyor o'zbek qizi haqida film suratga oldi desam ishonasizmi? Yana bu film kinematografiyaning eng obro'li festivali Kanda Oltin palma yaprog'ini qo'lga kiritdi desamchi? Ha, xuddi shunday bo'ldi. Filmning bosh qahramoni fohishalik bilan shug'ullanadigan o'zbek qizi sifatida tasvirlanadi. Kino bir necha kundan buyon turli muzokaralarga sabab bo'lmoqda. IMDb reytingida esa 7,5 ball bilan baholangan. Qayd etish joizki, ushbu reytingda filmlarning 7 balldan baland baholanishi yaxshi ko'rsatkich. Filmning nomi ham o'zbek qizining ismi bilan atalgan. Anora. Fahshga botgan ko'rsatuvlar, kinolar, reklamalar, umuman olganda televideniye, ommaviy axborot vositalari jamiyatimizga ko'zgu sifatida xizmat qilish kerak bo'lgan bir paytda ba'zi bir o'zbek telekanallari buni unutib qo'yishdi. Hozir shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, sizni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Video boshidayoq sizlarga mana shu videoni ko'rsatgan bo'lardim. Fahsh filmlar, seriallar reyting oladi ko'payib qolgan. Qaynota kelin bilan nima qilib qo'ygan? Kelin akasi o'zini kelini bilan O'zbekiston vatanini yetib chetga chiqqaningizdan keyin O'zbekistonlikman. O'zbekmisiz? Sizlar o'zi hammanglar bunaqa ko'z o'ynoqi qaynona kelin hisob bo'ladigan odam desa vatanga tekkan dog' bu. Hech kim naqa yo'q qilishga. Bu yerda san onang yashayapti, opang yashayapti. Shopir ahmoq bo'lsa bitta odamni o'ldirib qamaymiz. Doktor ahmoq bo'lsa bitta operatsiya, bitta kasalni o'ldirib qo'yib qamaymiz. Bir kishini. O'qituvchi ahmoq bo'lsa 30 ta odamni noqulay ta'birlash mumkin. Rejissyor ahmoq bo'lsa bitta millatni o'ldirib qo'yish mumkin. Uni yoqib yuborsangiz ham kam keladi. Salonroq aytib o'tganimda, o'sha Amerikada Fohisha o'zbek qizi nomli kino olindi va bu Cannes festivalida mukofot oldi, qanaqadir oltin yaproq mukofotini oldi. Ko'rib turganinglardek, Amerikaning rejissyorlari hamma davlatni yaxshilab o'rganib chiqishadi va O'zbekistonni ham o'rganishganda hammasida shunaqa nomlar, shunaqa kinolar va shu sababli ham ular shunaqa kino olishdi. U kinoni nechta davlat ko'rgan, necha million, milliardlab odam ko'rgan bo'lsa, hammasida O'zbekistonda shunaqa taassurot qoladi. Ya'ni o'zbekistonlik fohisha qiz, uni ismini Anora qilib qo'yishgan. Kinodagi voqealar Amerikaning Bruklin okrugida bo'lib o'tadi. Bosh qahramon Anora o'zini Ani deb tanishtiradi. O'zbek millatiga mansub 23 yoshli bu qiz tungi klubda raqqosa va fohisha bo'lib ishlaydi. Ani klubda rus mayori Vanya bilan uchrashadi va u bilan rus tilida suhbatlashadi. Vanya qizni hashamatli uyga olib ketadi. Yoshlar u yerda spirtli ichimliklar iste'mol qiladi va PlayStation o'ynaydi. Keyinroq Vanya badavlat rus oligarxining o'g'li ekanligi ma'lum bo'ladi. So'ngra rus yigiti to'satdan Aniga Las Vegasga uchib ketish va turmush qurishni taklif qiladi. So'zlarining isbot sifatida qizga 4 karatli olmos uzukini sovg'a qiladi. Ani bunga rozi bo'ladi. Ammo Zolshka haqidagi ertakni eslatuvchi bu hikoya baxtli yakun bilan tugamaydi. O'g'lining niyatidan xabar topgan oligarx va ayoli uni nikohni bekor qilishga ko'ndirish uchun darhol Rossiyadan Nyu-Yorkka uchib keladi.
To'g'ri, kinoni ham hamma ko'rmasligi mumkin, hamma xushlamasligi mumkin, lekin ko'rsatuvlarimiz-chi? Ko'rsatuvlarimiz esinglarda bo'lsa yaxshigina omma e'tiborida edi. Hozir bo'lsa e'tibor jalb qilish uchun aktyorlar va ijodkorlarning fikricha go'yoki bular bir taqlid xolos. Lekin bunaqa taqlidni kimga nima keragi bor? O'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlarni televideniyada baralla uzatish bu ahmoqgarchilik emasmi? Agar taqlid qilgisi kelib turgan bo'lsa, boshqa narsaga taqlid qilsin edi. Sizlar ham xuddi menga o'xshab faqatgina pachkanalikdan boshqa narsa ko'rmadilaringmi? Bu faqat bitta ko'rsatuvdan yozib olgan kadrlar emas va faqatgina bu ko'rsatuvda faqat shu kadrdan iborat emas. Umuman olganda bu ko'rsatuvda deyarli barcha chiqishlar shunaqa. Juma kuni tok-shouda yoshlarimiz buzilib ketdi deb turib, shanba kuni efirga berib turgan narsasini qaranglar. Umuman olganda bu nimaga qarshi cho'yapti? U kanalga olsin shunaqa ko'rsatuvlar efirga beriladi. Bu kanalga olsin bunaqa ko'rsatuvlar efirga beriladi. Bir tomonda reklamalar, kinolar bo'lsa umuman boshqa mavzu. Nima qilyapsiz? Televideniya qayerga qarayapsiz? Hozir sizlarga ko'rsatadigan kadrlarimni rost qo'yishga ham, ko'rishga ham uyaldim. Lekin nima qilay, haqiqatni ko'rsatishga majburman. Taxmina. Seni yeb qo'ymayman-ku. Bir pas o'ynaylik, keyin qo'yib yuboraman. Qo'rqyapman. Qo'rqma. Qo'rqma. Milliy TVda ko'rsatayotgan narsani ahvolini ko'ringlar. O'zbekchilik to'g'ri keladimi bu? Xatga qarayapti mutasaddi rahbarlar, bilmayman. Jonim. Menga bola kerak. Bo'lmasa ketib qolaman. Hop, ozgina sabr qilaylik, bo'ladi. Hozir men senga qayerdan bola paydo qilaman? Tezroq harakat qilaylik. Ketdik. Kiramizmi? Siz kiravering, men hozir choy olib kiraman. Bo'ldi. Tezlash, kutib qolmay yana. Lola! Xo'jayin, bu yerda nima bo'lyapti? Ukangni bos. Bahrom. Sen menga baqiryapsanmi? Nimani tushunmayapsan? Nima bo'lganini ko'rmayapsanmi? Kecha bu yerga kelganimda yo'q. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Bugundan boshlab bu Lola meniki bo'ladi. Agar kimdir yo'limda qov bo'ladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmasin. Televideniya qayerga qarayapti? Siz ijro etayotgan rollarni qaysidir ma'noda, demak, oila davrasida ko'rish biroz noqulay. Bilasizmi, o'ynagan rollarim orqali men aslo o'zimni oqlamoqchi emasman. Din tomondan qaraganda ham gunohligini bilaman. O'sha olib chiqargan kinolarimiz maqsad bitta bo'ladi. Mana shu yo'ldan yurmanglar, mana shunaqa xatoni qilmanglar. Kinoni oxirigacha ko'ringlar. O'sha film ekranga chiqmasidan oldinoq o'sha epizodni qayerdandir topib, kesib 18+ bizning mentalitetga nima bo'lyapti? Tepadagilar qayerga qarayapti? Mana o'zbek aktrisasining ahvoli. O'qiganingdan Bu siz aytayotgan video nima haqida gap ketayotganliklarini bilishlari uchun e'tiborlarini monitorga qaratmoqchiman. Undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Ko'zingizni yuming. Nimaga? Sovg'am bor. Sovg'a? Yuming. Arzimas bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rarsiz. Xudoga shukrki, o'ta ochiq sahnalarda bizda ruxsat yo'q. Xudoga shukr, bu Agar ruxsat bo'lganda baxti nima bo'lardi? yo'q. O'sha ma'lum bir film, o'sha epizod tarqalyapti, o'shani ikkinchi rejissyori menga aloqaga chiqib, men o'sha aktyorning o'rnida bo'lib qolgim kelyapti. Meni shunaqa o'ping, havas qildim, unaqa qildim. Biz Jahongir aka bilan qanday qo'rqib, hayajonlanib, noqulay vaziyatda buni ijro qilganimizni bilgan insonni o'zi menga shunday deyapti-da. Kelinglar endi shu o'tgan videomizdan kelgan kommentariyalarni o'qib chiqamiz. Shuning uchun anime ko'ringlar, u yerda bunaqa temalar yo'q.
kelin otib tasha hayvonlar. PUBG'chi kelin debdi. Yo, PUBG'chi kelin ham bormi? Turkiyadan deport bo'lgan kelin zo'r kino ishlasa zo'r bo'ladi. Bu akani ish Turkiya bilan bog'liq menimcha. Narkoman kelin, O'zbekiston emas, Keliniston. Nomni qara xurramligini. Siyg'oq kelinni kim ko'rgan? Siyg'oq kelin? Men ko'rgan. Rostdan ham siyg'oq kelin bor shekilli, men ham eshitdim oldin. Ujas. Zarina Yo'ldasheva yozib, aktrisa. Odamxo'r kelin degan kino qolib ketdi. Adashmasam Alhazarda edi u. Krediti bor kelin, krediti bor like bosgan. Kelginni kelin qolib ketdi. Mana aka yozibdi. Vatan xoinlariga umrbod qamoq jazosi berilishi kerak. Bu kimni vatan xoini deyapti? Men aytyaptimi? Aynan tanqid qilganim uchun yoki bu yerda vatan xoini kim shunda? Aniqroq tushuntiring degan ekan, kelin deyishibdi. Farsaj umr yoxud poygachi kelin. Men shunga tushunmadim. Hamma shunga like bosib ko'pchilik ash farsaj umr, unaqa umr yoxud poxud qilishda farsaj umr endi ko'rmayman unaqa kinoyni. Nima degani bu farsaj umr? Kelinlarga haykal qo'yish kerak xullas. Hop, indamasa o'zga sayyoralik kelin degani ham chiqadi. Bor-ku, unaqasi ham Asal Shodiyeva o'ynagan bor-ku. Nomi Uchar qizmidi? Uchar qiz degan kino bor edi. Ahad Qayumni belgilab qo'yishibdi. Hamma Ahad Qayumni belgilaverganiga Ahad Qayum o'zi kommentariy yozib qo'yibdi, lekin hammasiga Ahad Qayum aybdor bo'lib qolaveradi. Juda ham to'g'ri aytdi, lekin nimaga desalaring, Ahad Qayum boshlab bergani o'zi kino olishda xo'rlangan so'zlar ishlatib, kelin-pelin qilib boshlab bergani bilan hozir Ahad Qayumsiz ham yetarlicha chayvorishdi. Ahad Qayumni o'zi temadan Ahad Qayum chiqib ketdi mavzudan. Assalomu alaykum. Rahmat, barcha shukur. Gapi rosa o'zim qo'shib qildim, bir o'zim ustimdan kulgandim. Negativ qabul qilmadi. Shu bilan video tugadi degani emas, davomi ham chiqadi hali. O'tgan videodagi poddershkalar uchun rahmat demoqchi edim, chunki katta Telegram kanallarda ham chiqib ketdi. Prosmotr ham yaxshi bo'ldi. Juda ham ko'p editlar, juda ham ko'p montajlar qilindi. A few moments later. Tayyormisiz? Kelin, bloger kelin, o'g'ri kelin, noshukur kelin, bir kunlik kelin, chilim chekkan kelinchak, dovdir kelin, yolg'onchi kelin, vaysaqi kelin, uddaburon kelin, esi past kelin, nafsi buzuq kelin, erkak shoda kelin. Charchab ketdim. Xullas shunaqa kelinlar. Like bosing. Kelin, bloger kelin, o'g'ri kelin, noshukur kelin, bir kunlik kelin, nafsi buzuq kelin, erkak shoda kelin, erkatoy kelin, o'yin qaroq kelin, ayyor kelin, o'g'ri kelin, bokschi kelin, zolim kelin, diplomist kelin, cho'loq kelin, qo'shni kelini toparmon kelin, kelin befarosat kelin, mahrga kelik so'ragan kelin, tuxum ham eplab qovurolmaydigan oliy ma'lumotli kelin, sho'rlikka kerak bo'lgan kelin, oilasini chantaj qilgan yovuz kelin, yan kelin kelganda kelinga atalgan hayti zo'ravon. Xolamga kelin bo'lmayman. Adashib ketdim. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. 10 mingta bo'lishni maqsad qo'yganman, bir kichkina bir maqsadcha. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'ysalaring, tezroq 10 mingta bo'lganimizda birgalikda inshaalloh yana yangi videolar kutib qolinglar.